turadigan, ishlab chiqarilgan. Ekrani bo'ladi, sensorning ekrani o'zini. Juda ham ishlashga udobli ishlab chiqarilgan. Touch screen sensor bo'ladi. Bu ekranidan har xil ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Bemalol o'zi invertor, akkumulyator bo'yichami, invertorchami, so'nuvchi panel bo'yichami, nima qancha beryapti yoki nasosga qo'shish bo'yichami, hamma narsa bo'yicha juda ham qulay qilingan. Kilovatdan 15 kilovatgacha, ya'ni yaqinda 20 kilovatlisini ham ishlab chiqarishyapti o'zi. 3 faza degani X uchun hammaga ma'lum. Bu invertorimizga ham o'zi 15 kilovat oladigan bo'lsa, 30 kilovatgacha panel bo'lsa bo'ladi. Solixga xos narsa. Lekin 200% PV oversizing, ya'ni 2 barobar ko'p sonli panel ulashda bu yerda uvol degan narsa yo'q, chunki ikkalasini ishlatish mumkin. Yarmini AC ga, permanent toki yarmini DC ga ishlatib bera oladi bir vaqtda o'zida. Yana eng zo'r tomonlardan bittasi 4 millisekunddan kam vaqt ichida davlat toki o'tadigan bo'lsa, avtonom rejimga 4 millisekunddan kam vaqtda yoqib bera oladi. Akkumulyator mashinasi quyosh paneli o'zidan bu invertor 10 millisekund va undan kam bo'lsa UPS darajasi beriladi. Bu narsa UPS o'chib qolmaydi hech narsa. Svet parlamaydi ham, kompyuter texnika o'chmaydi, bildirmaydi ham o'chganini umuman. Svet o'chganda переключение tam. Lekin birinchi ulanganda 60 sekundlik istiqbolani o'qiydi baribir. Test qilib qaytib kelgandan keyin, yo'q, qaytib davlat toki qaytib kelgandan keyin psaz qo'shib olmaydi. 2 minut, 3 minut nazorat qiladi, chunki tok bekor o'chmaydi-da, o'sha stabil holatga keladi, keyin qaytadi tokka. Shuni so'rayotgan bo'lsa agar. Mana buni boshqa invertorlar bilan solishtirsak bo'ladi. Bu yoqda mana brendini bilmadim, yozilmagan. Bu Solis invertor ekan, bu DI invertor, yana Nitrox invertor bilan solishtirgan. So'nishli panellar 200% ulasi bo'ladi bitta Solixda. Solisda 160%, DI'da 150%, Nitroxda 130% ekan. Solixda yana MPPT'da 150 voltdan ishlashni boshlaydi bu X3 Neo seriya. Boshqa DI invertorlarda уже 160 voltdan, bu ham 10 voltdan ozgina bo'lsa ham ko'proq elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Yana hamma invertor singari уже 200% CPS mod, ya'ni 15 kilovat invertor bo'ladigan bo'lsa ham 30 kilovat nagruskani ko'tara oladi 10 sekund davomida. Puskoy toklar uchun bu juda ham muhim narsa. Generator ishlatsa bo'ladi. Generator o'zini to'g'ridan-to'g'ri invertorga ulanadi, o'zi boshqaradi, generatorni o'zi o'chirib, o'zi yoqadi. Ya'ni MPPT stringlar ko'rsatilgan bu yerda. O'zi asosan bu modelda ikkita MPPT, to'rtta string, ya'ni bitta MPPT ikkita stringdan bor. Ko'rsatib bo'ladi. 200% so'nishli panel ulanganini tasavvur qilaylik. 200% so'nishli panel ulandi. 30 kilovat quyosh paneli ulandi 15 kilovat invertorga. Quyosh panellaridan 30 kilovat energiya ishlab chiqarishni tasavvur qilsak, 15 kilovatini nagoskaga bera oladi, 15 kilovatini akkumulyator zaryad yig'ishga bera oladi. Bu degani bir vaqt o'zida bu invertor 15 kilovat emas, 30 kilovat kuchini berib qo'yapti. Ikki tomonga ishlagani uchun ham. Yana building shadow tracking sistemlari ham bor, GMPPT, yana boshqa fishkalari ham bor mana juda ham. 18 ampergacha ko'taradi har bitta stringga. Bu 700 watt, 720 wattli panellarni ishlash imkoniyatini beradi. Boshqa invertorlar 16 amper edi, bundan oldingi seriyalar 18 amper chiqargan. Ya'ni 10 grid invertorda singari bunda ham SPD, uzib zashtlar o'zida bor va dubligasiyalar ham o'zida bor mana bemalol. Ya'ni eng zo'r joylar keladigan bo'lsak, oldin bu sohada yurganlar 3 faza sistema qo'yishga, 3 faza gibrid qo'yishga qo'rqqan. Nega? Chunki 3 faza gibridda uchala fazada bir xil nagruska berish kerak bo'lar gibrid invertorlarda. Agar bitta fazaga nagruska berib, ikkitasiga bermasa yoki aralash qilsa, yaxshi ko'tarmay qolardi. 3 faza sistemaga 3 ta bir faza gibrid invertor olib turib, bir-biriga ulashib to'g'ri kelib qolardi. Bu holatda umuman kerak emas. Bitta fazani o'zidan bemalol ishlashi mumkin. Mana misol uchun birinchi holatda ko'rsatib bo'ladi. Chap tomondagida 5,5 kilovat
ko'chadan olyapti, tashqari griddan olyapti. 2,5 kilovatdan har bitta fazaga chiqarib turibdi o'zi birinchi holatda. Ya'ni imbalans funksiyani yoqib qo'ysangiz, bitta fazani o'ziga 7,5 kilo chiqarish qobiliyatiga ega, ikkita fazani o'chirib turib. Juda zo'r narsa. O'zi 15 kilo inverter bo'lsa, bu degani 3 ta fazasiga har bitta fazasi 5 kilovatdan degani. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, ikkita fazasiga tok bermay turib, bitta fazasini o'ziga 7,5 kilovatgacha mo'shinasiga uzoq vaqt berishi mumkin. Mashinani zaryad qilish uchun bu juda ma'qul keladi. 7,2 kilovatli zaryadga ishlatiladi chunki narsa. Yana 4 millisekund orasida beruvchi yetqizgani uchun hech qanaqangi tok ketdi degan narsa bo'lmaydi. Texnika nima shu qolmaydi. Shu bo'yicha ketyapti. Bezbak qo'yish umuman yo'q. Ya'ni 200% IPS overloading. Perinagruska 2 barobar bo'layotgandagi 10 sekundgacha ustki tokdan hammasini ko'tarib bera oladi. Nasosmi yoki boshqa oddiy xolodilnik ishlagan taqdirda ham xolodilnik ham o'zi 30-50 vatt olib turadi, lekin bitta ishlab olgan paytda 700 vattgacha olishi mumkin. Shunga o'xshagan katta texnikalarni ham ishlatib bera oladi. Endi shu yoshlarda biz oldin bunlardan 10 yil, 15 yil oldin ko'prik inverterlar O'zbekistonga kelmagan bo'lsa, shu paytda biz inverterlarni ichida bilasiz, to'plarning ichida o'zini amaliy puskachili bor. Ya'ni shu 4 sekund ichida ula boradigan avtomat. Ular magnitda. Endi shu bular 20 kilovat, 15-17 kilovat beradi. Bu shuning ichidagi magnit puskachilining zapasi qancha? Masalan, aytmoqchi bo'lganim, bu ongoing rejimda ishlab turgan paytda, svet bor paytda, uyda masalan 15 bo'lsa 70 kilovat bo'ladi, masalan 20 kilovat darusga. Ichidagi magnit puskachil ishlaydimi, ishlamaydi? Birinchi savol. Endi bizlar oldin shu paytda shunaqa bo'lmasligi uchun bizlar doполнительный magnit puskachil qo'yaylik 20-30 kilovatga. Shundayda bu yoqda abdini uni ichidan o'tmasdan bizlar magnit puskachildan o'tiradik. Nima desa, uydagi xonadondagi odam masalan uyda nagruska katta bo'lishi mumkin. Uni ichidagi nimasini saqlash uchun. Nima uchun qo'yaylik? Bizlar inverterni har safar kuydira olmasligi uchun alohida magnit puskachil qo'yaylik. Shu magnit puskachil necha ta'sirni menga aytsangiz? Bu yerda endi bu o'zingiz aytib o'tganingizdek 10-15 yil oldin texnologiya aytyapsiz. Bu narsa eski qolib ketgan. Bu hozir bunda ishlatilmaydi. O'zining himoya vositalari bor. Agar inverterga zararli bo'ladigan bo'lsa, katta tok keladigan bo'lsa, IPS overloading ham даже bunga yetmaydigan bo'lsa, 200% bu narsa zashtaga tushadi o'zi. IPS overloading deydi, perinagruska deydi, inverter ishlamasdan o'chib qo'ya qoladi kichkina o'zi. Zapasi bo'lsa kerak, 15 bo'lsa 30 kilovat. 30 kilovat zapas bor. Buni 4-marta takrorladim o'zim narsani. Keyin mana siz o'zi misol uchun oldin off-grid rejimlarni yoki gibridlarni oldin qo'ygan ekansiz. Oldingi inverterlar yarim to'lqinni ko'tara olmasdi IPS modda. Yarim to'lqin narsani. Bu nima degani? Hammamiz bilsak, agar sinusoida bo'ladi o'zi tokimizni 1 sekundda 50 marta tushadi. Plus 308 voltdan minus 308 voltga tushadi. O'rtacha qiymati RMS value olingan bo'lsa 200 volt beradi. Shundan kelib chiqadi. Endi ba'zi bir shunaqa texnikalar bor. Misol uchun fan faqat yarim to'lqinni ishlatadi u narsa. Plus tomonni ishlatadi, minus tomonni ishlatmaydi. Bu nima beradi? Inverterga, boshqa inverterlarga 1 sekundda 50 marta 2 kilovatgacha nagruska o'zgaryapti. 2 kilovat bor, 2 kilovat yo'q, 2 kilovat bor, 2 kilovat yo'q degani. U tom ketib qolib ishlamas oldingi inverterlar. Yoki set birlab qolardi bu darajada. Bu inverterda lekin shu narsani resheniyasi bor. 2 kilovatgacha nagruskani bemalol yarim to'lqinni ko'tarib bera oladi. Uyda misol uchun fan ishlatilsa, ko'tarib beradi. Oldin endi biz O'zbekistonda hali gibrid inverter unchalik populyar emas, lekin gibrid inverter ishlatadigan joylarni so'rasiz, bu muammoning ko'pchilik uchragan. Ya'ni mikrogrid, mikrosessiya aytolman. Shu inverter ishlatgan holatda boshqa on-grid inverterni ham sessiya paytida ishlatsa bo'ladi. Shahar toki ketib qolgan paytda. Keyin bu akkumulyatorning sistemi bo'lgani uchun bizda tok hozircha stabilni, vaqt uchun yoki hafta kunlari bo'yicha narxi oshib o'zgarmaydi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa ham, eng выгодный paytda ekonomik ishga yordam beradi. Tok misol uchun qimmat paytda o'zi akkumulyatordan ishlatadi, arzon paytda zaryadlab oladi, quyoshdan oladi. Yoki har xil manipulyatsiya qilish mumkin shunga yarasha, xohlagancha. Yana Solixdan yangilik chiqqan smart meter ulab, misol uchun smart meter masofasi 100 metrdan oshib ketishi mumkin emas. Bunda qiynalib qoladi, sim tortishga qiynalib qoladigan joylar bo'ladi. Endi bu narsalarga yangi yechim topilgan. Smart meter alohida uстановка qilinadi, inverterga sim tortilmaydi.
Lekin so'liq soat orqali bir-birini topshirib qo'ysa bo'ldi. Smart meter o'rnatish ancha qulay qiladi bu narsa, sim tortilmaydi. Smart meter, smart счетчик. Yangichasi. Smart счетчик kerak narsa o'zi. Qo'yaman desangiz, ko'rishingiz uchun yoki misol uchun boshqa joylarda to'p sotishingiz mumkin emas. Eskilarni qo'yayotganda smart meterni eng birinchi точкаga qo'yib, invertor turgan joyga sim tortishingiz to'g'ri kelardi. Sim tortish har doim qo'lingizdan kelavermaydi u narsa. Misol uchun zaniyalar va preparatsiyalar juda ham ko'p. Devorda ish o'tira olmaysiz, tomon o'tqiza olmaysiz. Kelgan masofasi 100 metrga chegaralangan edi u narsani. Endi simsiz narsa chiqqaning uchun masofasi chegaralanmagan 3 kilometr, 5 kilometr, 10 kilometrmi bemalol internet orqali ishlab turib bemalol uzatib beradi bu narsani. Monitorda kirish shu. To'ppa-to'g'ri. Boshqa narsa uchun ham kerak emas. Telefonning abonentida klient o'zi monitorda kirish. Yo'q, smart meter funksiyalari aslida juda ham ko'p. Bitta monitoring uchun emas. Quvvatni cheklash, chegaralash uchun ham juda ham kerak bo'ladi. Gibridlardan, mobillardan U smart aytayotgan yangi smart meter hammasi tushadi, yangisi. Sesiyoga ham gibridga ham tushadi. VPP ready o'shalar aytib VPP ready. Solus Cloud'ni ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi paytda o'zgarish boshlagan dizaynni ham xuddi uy kommersiya predpriyatsiyaga o'xshaydi. Kompyuterda kirsangiz umuman boshqacha. Shu dizayn haqida gap ketyapti. Bu narsani ko'rsatib, xuddi realniy Zaniyani maketini bu narsa vizualizatsiya uchun, uni tasavvur qilish uchun juda ham yengil yaratyapti. Shuni shu haqida gap ketgan bo'pti. Rekomendovan akkumulyatorlar. Mana Solux'ni o'zining akkumulyatorlarini ishlatishga tavsiya berilgan bo'pti. LD53 akkumulyatori juda ham yaxshi, sifatli, baquvvat chiqqan. Shu haqida gap ketyapti yoki LD150 15 kW akkumulyator. Bu akkumulyatorlar o'ziga keladigan to'xtab o'tiradigan bo'lsa, o'zi 100 amper soatli bo'lgani bilan 10 sekundga 200 amper rotat qilish mumkin. Bu boyga yetgandagi invertorlar o'zida ham 200% gacha per nagruzkani ko'tarishga yordam beradi. 10 sekundga faqat va buni cycle life 6000 marta. 6000 ta siklgacha deydi kamida. 6000 ta sikldan keyin nima bo'ladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, akkumulyator yomkisi 80% va undan yuqori qolishi mumkin 6000 sikldan keyin ham. Bu degani u undan ko'p ishlaydi va 10000-12000 sikl ham ishlaydi. Faqat yomkisida sezilarli darajada tushib ketgan bo'ladi. Xuddi telefonni oladigan bo'lsak, boshida ishlatsak mazaq ishlatamiz, 1 yildan keyin o'sha telefon zaryadi yetmay qoladi. Kunni yarmidan keyin yog'i yetmay qoladi. Xuddi shunaqa stot kelib qoladi. 6000 sikldan keyin u 10 yildan uzoq vaqt bo'ladi buning uchun. Har kuni bo'lsa, har kuni bitta sikl bo'ladigan bo'lsa, 16.7 yilga to'g'ri keladi. Agar bir kuni 2-3 ta sikl bo'lishi mumkin, unda 10 yildan 10 yilga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Akkumulyator sovish tizimi bu yerda o'zi himoya tizimiga ega, sovish tizimi akkumulyator aslida qizib ketmaydi o'zi bu yerda. Qizimaydi buni, bu akkumulyator qizimaydi. Niska voltajli aytdim, akkumulyator qizimaydi. Hech narsa qizimaydi. Shunaqa BMS orqali ulanadi bu akkumulyatorlar, BMS o'zi boshqaradi bu narsani. Hech qanaqa qizib ketib, yonib ketishlariga olib kelmaydi. Keyin 16 tagacha parallelasi bo'ladi bu akkumulyatorlarni. 16 tagacha 80 kW beradi sizga. Ha. O'z bitti-bittisini ulanadi o'zi bir-biriga. Har doim. To'ppa-to'g'ri. Yana bizdan TC box degan narsa chiqqan. U ko'proq akkumulyatorlarni ulashga yordam beradi bitta joyga. Chunki 16 akkumulyator bir-biriga ulaydigan bo'lsa, biz quvvatni uncha oshira olmaymiz. 300 amperda yetib qoladi. Agar tasavvur qiling, 2 ta, 3 ta, 4 ta invertor parallel bo'lgan bo'lsangiz, akkumulyatorlar umumiy bo'ladi, hammasi ulanishi kerak. Uning uchun TC box ishlatiladi. Lekin biz TC box ishlatmasdan turib, plankaga tersa ham bo'ladi o'zimiz oddiy, shinaga tersa ham bo'ladi. Qanday katta shina olib turib, o'shanga yig'ib chiqsa ham bo'ladi akkumulyatorlar ulash uchun. Bu invertorlarni qaqib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun uyga qo'ysa bo'ladi yoki biznesga yoki mana magazinlarga qo'ysa bo'ladi. Villa, restoranlarga qo'ysa bo'ladi 15 kilovatli. Endi quvvati yetarlicha. Qanaqa решениyalar beradi biz uchun? Qisman quvvatni chegaralash.
Misol uchun mana common load qo'ygan bu oddiy nagruskalar, kerak emas nagruskalar, IPS load bu eksternal nagruskalar. Svet o'chib qolishi kerak bo'lmagan nagruskalar bu IPS load. Misol uchun kompyuter освещение, ya'ni bir boshqa kerak narsa, bir kerak emas narsani o'chirib qo'ysa bo'ladi. Nagruskani 2 ga bo'lib qo'yib turib ulashish kerak. IPS ga butun ulamasdan kerak nagruskani ulab qo'yish kerak. Birinchi решениyasi bo'pti. Ikkinchi решениyasi mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda сетевой inverter ham turibdi, on-grid inverter, generator ham turibdi, smart load ham turibdi. Umumniy nagruskani ulab qo'ysa ham bo'ladi. Yana adapter box G2 turibdi. Shu narsa bo'yicha to'xtab o'tmoqchiman, yana adapter box G2 haqida. Bu bizga nima beradi? Biza Solux Cloud orqali adapter G-boxni inverterga ulaymiz va uni Solux Cloudga ulanadi. Adapter box G2 ga kerakli nagruskani, misol uchun kontrol qilmoqchi bo'lgan nagruskamizni shu box orqali ulab qo'yamiz. Misol uchun quyosh panelimizni 4 kW bo'lgandan keyin 5 kW nagruz bergandan keyin shu apparat ishlaydi. Teplovoy nasos ishlatish uchun ishlatiladi bu asosan. Lekin faqat teplovoy nasos uchun emas, qolgan narsalar uchun. Nega aynan teplovoy nasos uchun? Chunki 10 kW, 15 kW, 20 kW juda katta quvvat yeydigan narsa teplovoy nasos aslida. O'shani faqat quyosh borida quyosh energiyasidan foydalanish uchun, zelen energiyasidan foydalanish uchun shu narsa ishlatiladi. Lekin uyda teplovoy polni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi unga, xohlagan narsangizni quyoshdan ishlatish uchun. Men misol uchun mana bunaqa narsani taklif qilgan bo'lardim. Hozir gaz narxi qimmat bo'lib ketyapti. Gaz bor joyda ham, gaz yo'q joyda ham. Quyosh energiyasidan shu adapter box G2 dan foydalanib, quyosh borida отопленияni, suvini tokdan isitadigan qilish kerak. Quyosh yo'g'ida bamba qurilmamizni o'chirib beradi bu narsani. Gazdan isitamiz. Gaz bu yerda ekonomiya olib keladi anchagina. Yana qanaqa ishni olib kelsa bo'ladi? Misol uchun akkumulyator yonkisida 50%, 60% kamayib ketyapti. Nagruskani butun uyga ulab qo'yaveramiz inverter orqali. 60%, 50% dan kamaygandan keyin kerak emas nagruskani adapter G-box orqali ulab qo'ysa, o'chirib beradi bu narsani. Avtomatik. Umumniy nagruska degani bu narsani расписание qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, o'zi o'chirib o'zi yoqadi. Ya просто схема bu, просто общая схема bu yerda. O'zlash o'ndilikni ham ulab qo'ysam, uyimda o'ndilikdan bor, oldindan men gibrid qo'ydim. Gibridni ham ishlab turaman, svetiga ulayman, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. IPS portga ulasiz bo'ladi. Men endi svet o'chib qolgan taqdirda ham menga o'ndilikdan foyda beradi. To'ppa-to'g'ri, ishlab turadi. ATS bo'lishi kerak. ATS avtomatik bo'ladi bu yerda. Aver botda ha. Avtomatik ishlaydi. Farqi urushgan bo'lsa ham farqi yo'q o'zi aslida. Aver orqali ishlashda juda ham ko'p narsa qilsa bo'ladi. Ya'ni aytganimdek parallel ulash farqmasini. Misol uchun menga kam deydigan bo'lsangiz 15 kW dan 3 dan ulasa 45 kW birlashgan narsa bor. Birlashgan nagruska bor 45 kW dan. Yoki mikrogrid solution mana sетевой inverter yana gibrid inverterga ulash qaytib keldi. Keyin tashqaridan umuman tok olmaydigan sistema yaratish haqida ketyapti bu yerda. Qanaqa ishlash modlari bor. Biz paketlar emasmizda, mana общий modga qo'ydim. Sетевой payti self use mod bor, o'zini-o'zi ishlaydi. Shunga qo'yib qo'yilgan bo'lsa-da, akkumulyator o'zi solnechniy paneldan o'ziga ishlatadi, orqasini sodada akkumulyator to'ldiradi. Quyosh ketgandan keyin akkumulyator 50% gacha ushlaydi. 50% gacha o'zingiz iste'molingizni ko'rasiz, davlat to'kib o'tmaysiz. 50% saqlagan holda keyin davlat to'kib o'tadi bu holatda. Feeding priority bor. Bu narsa nagruska birinchi o'rinda turadi, grid ikkinchi o'rinda, batarey uchinchi o'rinda turibdi. Nimaga kerak bo'ladi bu narsa? Kerak bo'lsa akkumulyatordan zaryadni olib davlat sotsangiz bo'ladi, to'ldirib. Arzon paytda to'ldirib olasiz, kerak bo'lsa davlat tokini o'zidan, qimmat paytda sotasiz obratni. Kechqurun. Gibrid o'zi qilib beradi. Biza tok sotish uchun faqat paneldan chiqayotgan tokni sotamiz deb o'ylaymiz. Bunda kerak bo'lsa davlat tokini o'zidan to'ldirasiz, davlatga zaxira manbai bo'lib berasiz, keyin obratni qaytarib berasiz. Shunaqa holatni ham qilsa bo'ladi. Ya, per napojeniyani
perinapряжение nimaga bo'layotganini, nega kuchlanish oshib ketishini tushuntirib beraman hozir sizga yana alohida. Mayli, shu energiyani demak akkumulyatorga zaxira qilib turib, biza kecha, boshqa kechqurun sotishimiz mumkin. Bo'ladi, xuddi shuni aytaman, xuddi shuni. Bu asosan Yevropa uchun. Yevropada 7-12 dan asosan deyildi, Xitoyda ham, Yevropada ham ko'p arzon. Ular gechi bilan shu evda turgan shkaf akkumulyator. Gollandiyada asosan hozir mashhur, so'lg'ich aytadi. 1 gigavat, 2 gigavat, 1 megavat, 2 megavatdan akkumulyator stansiya qo'ygan, hech qanday quyosh paneli yo'q. Как UPS gechasi bilan to'ldiradi, kunduzi tarif zo'r, kunduzi sotadi. Akkumulyatorga ishlanadi. 6000 sikl deganimiz, misol uchun Sardor aytganning 16-7 yilga yetadi. 17 yil o'zi pulini chiqaradi u tok sotish. Quyosh paneli shart emas Yevropada tok sotish uchun. Shunaqa. Tarif har xil. Bizda limit qo'yilgan bo'lsa, ularda 6 dan keyin 6 dan 9 ga to'ldiriladi. Mana bu yerda grafikani ko'rsak bo'ladi. Qaysi payt to'ldiryapti, qaysi payt sotyapti, har xil umumniy grafiklar qilsa bo'ladi bundan. Eng выгодный grafik o'ylab topib, выгодный расписание tuzib chiqib o'zingizga sotish bo'yicha yoki zaxiralanmay bo'yicha. Agar tok tez o'chib turadigan bo'lsa, davlat toki misol uchun bir yo'q, lekin arzon bo'ladigan bo'lsa, backup mod bor. Har doim akkumulyatorda 100% ushlashga harakat qiladi u doim. Davlat toki bo'lsa, davlat tokini zaryadga oladi, so'nish panelini oladi. Bu как avtonom bo'lgan mod. Shunaqa. Off-grid ko'pincha davlat toki tez o'chib turgan joylarga bunaqa rejim qo'ysa bo'ladi. Peak shaving anaqasi ham bor. Bu narsa ham xuddi o'sha aytgandek, qachon выгодный bo'lsa sotish, qachon невыгодный bo'lsa, o'shanga qarab to'g'rilash uchun. Keyin siz boy aytgandek, akkumulyator qizib ketsa boshqa bo'lsa nima bo'ladi deysiz. Akkumulyator o'zini razryadlashga ham ega. Nagruskani hech qayerga bermasa, zaryadni tashlab yuborishga ham ega kerak bo'lsa, bezatasiz uchun. Yo, bez nagruskani tashlab yuborish ham mumkin o'zi. Agar kerak bo'lsa, prashka bo'lishi o'zi. Agar shu narsa kerak bo'lsa sizga o'zi chiqarib yuboradi bu narsani. O'z to'ka undan bunga. Bez nagruskani ham. Kerak bo'lsa o'zi ham to'ldirib oladi. To'g'ri, zazmirni chiqarib olish ham mumkin. Keyin time of use bor, qaysi paytda arzon, qaysi paytda qimmat bo'yicha to'g'rilasa bo'ladi. Shu narsalar. Xo'p. Yana AELO bor edi, agar shuni xohlasanglar tushuntirib berishim mumkin. Yangi narsa ESS sistemi. Shkaf akkumulyator решение. 50 kilovatlik gibrid sistema bu. Tayyor. Bu misol uchun 15 kilovat, 20 kilotdan chegaralayotgan bo'lsa, tayyor 50 kilovat qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Dizayni kerak emas bunga. Tashqari turadi akkumulyator invertori bilan. Gibrid invertor. Bu ESS solution kiradi. Buning uchun gibrid invertor quvvati 50 kilovat yoki 60 kilovat bo'lishi mumkin. Akkumulyator quvvati обязательно 100 kilovat va undan tepaga boshlanadi. Eng kamida 100 kilovatdan boshlanadi, 100 kilovat soatdan 200 kilovat, 300 kilovat, 400 kilovat, megavatgacha oshirsa bo'ladi. Bo'ladi, farqli panelda. Bu invertorlar ham kerak bo'lsa, panelsiz akkumulyator invertor ses bilan ishlatsa ham bo'ladi, xuddi narsa. Sardor PCS ham etsangiz yaxshi bo'lardi. Bez panel, как Yevropa PCS. Yana treni rejimi ham chiqqan, u treni degan produksiya ham chiqqan lineykasi. Bu videosi bormi? PCSmi? Videosi bormi? O'sha qo'yib yuboramiz. Videosi bor. Bo'pti, buni davom ettiringlar, lekin bu tugagandan keyin o'sha videosini qo'yamiz PCSni o'sha. Mana aylan ko'rsanglar bo'ladi. Mana birinchisi 2 soat ketadigan, misol uchun polniy moshina 50 kilovat nagrushka 2 soat ketadigan sistema, 4 soatga yetadigan sistema, o'sha har xil variantini ko'rsanglar bo'ladi. Parallelni ulashi, bu akkumulyatorni ko'paytirib borasizlar. Nagrushkadan kelib chiqqan, maksimal nagrushkadan kelib chiqqan 2 soat, 4 soat, 6 soat, 8 soatda. Chunki invertor 50 kilovat-ku. P degani P50
inverter, B100 degani batareya 100 derdi. 100 kilovatmi? 100 kilovat soat. 100 kilovatcha. 100 kilovatchas. Akkumulyator sistemasi bor. Yonidagi 215 kilovatcha. Inverter 50. Mana ichidagi yachekalari mana qanaqa bo'ladi? O'zi 280 140 amper chas yoki 280 amper chasli akkumulyatorlardan iborat bo'ladi. Ayla inverterning o'zi alohida. Mana shu kichkina maket shuniki shuni pastda. O'sha 215 ekan. Ham kichkina maket o'zi tayyor turgan ekan. 180 kilovat necha kilovat? 50 kilovat mощность, akkumulyator 100 kilovat soat. Üstünde yine aldan, aşağıdan ekstra. Mana